Boshqa вообще telefon olmaysan. Eshit. Ya tinchlikmi, nima bo'ldi? Kim eshik? Oynaga qaradingmi? Ha, oynaga qaradim. Nima bo'ldi, Men xo'p? sizni ukangizga telefonimni berdim. Prosta o'ynashga. U Instagramga, TikTokka hamma joylarga kirib tashadi. Hamma joylarga kiribdimi? Ha. Yosh bolada endi adashib kirgan mana bunday 4 yoshli bola bo'lsa o'zi. Kesanga undan ko'ra zo'r funksiyani o'rgataman. Agar o'shani yoqib qo'yadigan bo'lsang, qara, mandaqa bo'ladi. Hozir ko'p funksiyalarni ko'ryapsan-ku. Bundoq qilsang, bo'ldi, ikkita dona o'yinni o'zi qoldi. Buni qanaqa qilib qildingiz menga o'rgating? Shu. Mana qara, o'yinlarni bitta joyga ko'chirasan, keyin настройка fokusirованияdan plus orqali yangi funksiya qo'shasan. Nomini yozib настроить qilib, faqat sen tanlagan ilovalar ko'rinadigan qilib qo'yasan. Bu funksiyani tepadan menyuni tushirib yoqasan va kerak emas paytda o'chirib qo'yasan. Bu zo'r funksiya ekanda, endi bu funksiyani shu ukangizga ishlating. Xo'p, meni telefonimga tegmasdan. Undan ko'ra unga yangi telefon beramiz, muddatli to'lovini o'zi to'lab yuraveradi. Ayseldanmi? Aha. Zo'r-ku. Siz ham tezroq Ayselga obuna bo'ling. Agar telefon kerak bo'lsa, eng zo'rlari faqat bizda. Kelavering, ilojini qilamiz.